Allaqachon ko'rishga ulgurgan bo'lsangiz kerak, lekin ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida mana bu video tarqala boshladi. Unda ko'rilishicha, sovchilikning keyingi bosqichi unashtiruv marosimiga o'xshash tadbir bo'layotgan bir paytda kelin bola kelib, sovchilar bilan birma-bir ko'rishadi va ularning kattasiga men ham kuyov bo'lmish, ya'ni o'g'lingiz ham bu to'yga rozi emas, meni kechirasizlar degan ma'noda xonadan chiqib ketadi. Rasman kechirasa majburan bo'lyapman. Bu narsaga men qarshi bo'ringlar bilan gaplashdim. U ham qarshi ekan. Men tortishunasizlar. Uydagilaringiz naqd pul olishi uchun siz ham naqd pul yuborishingiz shart emas. Shuni bilarmidingiz? Uydan chiqmagan holatda Yubormobil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq Yubormobil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. Rasman kechirasa majburan bo'lyapman. Bu narsaga men qarshiman. O'g'linglar bilan gaplashdim. U ham qarshi ekan. Men tortishunasizlar. Xuddi shu kabi keng tarqalgan video materiallarning so'ngida qo'yilgan yagona savol shunday bo'ldi. U ham bo'lsa, qiz, ya'ni bo'lajak kelin bola bu ishni qilib to'g'ri qildimi? Shaxsiy fikrimga ko'ra, bu qiz juda ham to'g'ri qaror qabul qilgan. Boshqacharoq qilish mumkin edi, ammo qo'lidan kelganini qilgan. Nega? Chunki tobora jamiyat ichida ota-onalarning yaxshi niyatlari asosida bo'lishidan qat'iy nazar, ota-onalarning farzandlariga erkinlik, mustaqillik bermasligi va ularning kelajakka ta'sir qiluvchi qarorlarini ularning o'rinlaridan qabul qilishlari mute va birovga qaram bo'lgan fikrlovchi va aslida balki erkin fikrga ega bo'lmagan avlodning shakllanishiga olib keladi va ular afsuski hammamiz bu dunyodan o'tamiz. Ota-onalar bir kun bu dunyodan ketishganida hayotlarini mustaqil ravishda tetik davom ettira olmaydigan, qo'pol qilib aytganda zombi kabi birovlarning fikri asosida yashaydigan insonlarga aylanib qolishadi. Bu ularning o'zlari uchun ham, farzandlari uchun ham juda yomon ta'sir qiladi. Undan tashqari, ota-onalar bu oilada yashashmaydi. Ota-onalar bu inson bilan birga bir umrlarini ketkazishmaydi. Bu inson yashashi mumkin bo'lgan insonni tanlashga haqqi bor. Agarda xato qilgan taqdirda ham o'zining tanlovi uchun javob beradi va ayni shu tanlov ustida o'zi keyinchalik qaror qiladi yoki shu tanlovga ko'nib yashaydi. Ota-onasini ayblamaydi va shu narsaga rozi bo'lib yashaydi. Ammo oxirida menda bitta savol tug'ildi. U ham bo'lsa, nega agarda ikkala tomon ham, qiz ham, yigit ham bu to'yga rozilik bermagan bo'lsa, nega bu ishni kelinimiz qildi, kuyovimiz emas? Balki kuyov ham rostdan onasining chizgan chizig'idan chiqmaydigan, mustaqil fikriga ega bo'lmagan va dadillik yetishmaydigan erkakdir. Uzr so'rayman, lekin afsuski jamiyatimizda bu kabi insonlar bor. Va bu qizga malades desa bo'ladi. Bu video haqida men ham o'zimni ikki og'iz fikrimni bildirib o'tmoqchiman. Buni ko'pchilik ko'rdi, ko'p kanallarda aylandi shu vaqtgacha. Ayrimlarida xuddi bu bir gunoh ish qilganday, ayb ish qilganday videoni ostiga astag'firulloh deb katta harf bilan yozib ham qo'yishibdi. Menimcha hammaning o'zining fikri, xohishi, istaklari bor. Farzand qandaydir buyum emaski, uni kimgadir lafzi uchun, qandaydir buyum emaski, shunchaki uni xohishini, istagini bilmasdan beraveradi ekan. Erta u sizni uyingizga tayoq yeb kelganda, u bilan chiqish olmaganda, kasal bo'lganida uyingda davolanib kelasan deganida, qizim, o'ylang buzilib ketmasin, chidaysan, dan boshqa narsaga yaramaysan. Shunday ekan, hayotidagi eng muhim qarorni o'zi qabul qilishiga qo'yib beringlar. Va bu fikrim to'g'rimi, yo'qmi? Yozib ketlaring va buni ko'p ota-onalar ko'radi. Menimcha ozroq bo'lsa ham o'ylab ko'rishiga sababchi bo'lamiz.